Stop. Bu hovlini ayollar ko'rmasin. Chunki bu hovlini ayollar ko'rsa, sevib qolib, aniq eriga olib berinib tura oladi. Chunki juda ham fayzli, tayyor uy. Assalomu alaykum, hurmatli Mulhouse obunachilari. Bugun sizlarga tanishtiradigan uyimiz Sergeli tumani Beruniy mahallasida joylashgan katta trassagacha atigi 300 metr chiqadigan lokatsiyada mana shu uyimiz sotilyapti. Narxini video oxirida aytaman, chunki video oxirigacha ko'rishga arziydi. Umumiy maydoni 3 sotik, 6 ta xona, podvaldagi xonalarni ham hisoblasanglar, 8 ta xona plus hol. Qaranglar, darvozadan kirib bemalol ikkita mashina qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoqda mana besedka qilingan, stol-stullari tayyor. Har bitta burchagiga mana shunaqa chiroyli landshaftli zonalar, manzarali gullar ekib qo'yilgan. Bu yoqda mana yozgi oshxonasi hamma sharoitlari bor, qozon, o'choq. Bu yoqda mana umumvalnik, barbekyu zona tayyor. Tepasi naves qilingan. Tashqarida bitta hojatxona qilingan. Umumvalniklar bilan birga. Hamda qaranglar, mana bu uyimizning izyumnikasi bor, mana shunaqa fontanchasi bor. Ovozlarni qaranglar, mazza qilib oilaviy o'tiradigan joy. Целый tegi podval, 100% pishgan g'ishtdan sifatli xom ashyodan qurilgan. Ikkinchi qavatida balkonlari bor. Fasad mana shunaqa sifatli oppoqqina travertin qilingan. Mana bu yoqda qaranglar, besedkadan mazza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Oshna og'aylar bilan futbol ko'rib, tug'ilgan kunlarni restoranda o'tkazmaysizlar, mana shu o'zida o'tkazib tashlaysizlar. Ana endi xonalar bilan tanishamiz. Kirganimizda hol keladi. Holda ham mazza qilib televizor ko'rib o'tirsanglar bo'ladi. TV zona qilingan. Qaranglar, tayyor prixojniy shkaflari ham bor. Bu yoqda mana oshxona mebel texnikalariga ega. Mana qaranglar, oxirgi trenddagi rangdagi mebel qilingan. Mana bu yoqda birinchi qavatga mo'ljallangan umumiy sanuzil. Mana vanna, umumvalnik hamda zamonaviy installatsionniy unitaz. Hozir bu unitaz trendga chiqyapti. Bilasizlar, juda qimmatroq. Bu mana birinchi qavatdagi yotoqxonamiz. Hamma joy tupli pol plus batareya o'rnatilgan. Tupli pol yoqmasa o'chirib qo'yib, batareyani o'zini qoldirasizlar. Mana hozir ham tupli pol o'chiq, batareyani o'zi yo'q. Mana bu birinchi qavatdagi mehmonxonamiz. Bu mehmonxonamizdan orqa hovliga chiqsanglar bo'ladi. Orqa hovlida ham kattagina zelenoy zonasi bor. Qaranglar, bunaqa orqa hovlichasi kattaligini ko'p ham ko'rolmaysizlar. Bu mehmonxona edi. Keling, ikkinchi qavatga ko'tarilishdan oldin men sizlarni podval bilan tanishaman. Podvalimizda ikkita xona bor. Agar u ikkita xonani hisoblasanglar, 8 ta xona plus hol bo'ladi. Mana bu bitta kattagina xonamiz, qaranglar. Forshkalar qilingan, havo aylantiradi. Mana bu uyimizning yuragi joylashgan, ya'ni kotelni xonamiz, duxkontrolni kotel, boiler ko'rib turganinglardek. Mana bu yoqda yana bitta xonamiz. Qaranglar, forshka qilingan, ikkala tomonda havo aylantirish uchun. Yaxshi. Ana endi ikkinchi qavat bilan tanishamiz. Mana ikkinchi qavatga ko'tarilyapmiz. Mana shunaqa chiroyli, sifatli qaranglar. Zinalar qilingan, zinalarini sifatiga gap yo'q lekin. Yorqin rangli aboylar, sifatli eshiklar. Xullas yaxshi. Bunaqa 3 sotik katta uy topish hozir hamma joyi 1,5-2 sotik bo'lib ketdi. Bu yoqda mana ikkinchi qavatga mo'ljallangan mehmonxonamiz. Bu esa ikkinchi qavatga mo'ljallangan umumiy sanuzil. Bu ham bitta detskiy xonamiz. Qaranglar, hamma xonalarga zamonaviy chiroyli lyustralar ilingan. Lyustralarga alohida layiklangan. Mana bu yoqda yotoqxonamiz bor. Bu yotoqxonamizdan balkonga chiqsanglar bo'ladi. Mana uyimizning tepadan ko'rinishi qaranglar. Voy, mazza. O'zim ham niyat qildim to'g'risi mana shu uyga. Mana bu yoqda ichida sanuzil bor yotoqxonamizda qaranglar. Hamma sharoitlari bilan unitaz, uvan, mana dushvoyasi bor. Ana endi narxiga keladigan bo'lsak, narxi uyimizning startoviy 225 ming deyapti. To'g'risini aytaman, yomon narx emas, chunki bundan kichkinalarini 250 ming, 300 ming deyapti o'rtoqlar. Bu juda ham yaxshi. Lokatsiyasi ham yaxshi. Faqatgina naqdga sotiladi. Ipoteka yo'q. Ana endi videoga like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yinglar hamda videoni mana shu uy qidirayotgan tanishingizga
yuborib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammamizga mana shunaqa chiroyli hovlilar nasib qilsin.